pupils. Today is spends relative clauses. English translate is nisbiy olmoshlar. Birinchi roli esa ularga qo'shimcha ma'lumot berilgan ergashga va nima deydi olmoshlarni aniqlab beruvchi relative clauses hisoblanadi va ular boshida ular asosiy qoidasi esa who, whom, which, that, whose. Who degani kim degani va odamlar uchun ishlatiladi. Odamlar uchun whom ham odamlar uchun siz so'rashingiz mumkin. Nima uchun who deb o'qiladi, lekin bu yerda which deb o'qiladi deb aytishingiz ham mumkin. Agarda w va h dan keyin o kelsa h o'qiladi. Agarda w va h dan keyin I kelsa bu o'qiladi va bu esa who norasmiy uyda, ko'chada, xohlagan joylarda ishlatsa bo'ladi. Whom esa rasmiy, u faqat masalan katta ishlarda ishlashingiz mumkin. With jonli va jonsiz narsalarga ishlatiladi. Z odamlar va jonli va jonsiz narsalar uchun bu egalik munosabatlarida ishlatiladi va bu ham odamlar, hayvonlar va jonli va jonsiz narsalar uchun uni o'zini yarimta qoidasi bor. Non-defining va defining qoidalari. Non-definingda faqat qo'shimcha ma'lumot beriladi va virgul bilan yoziladi. Lekin defining esa o'ziga kerakli ma'lumot beriladi, lekin virgul yozilmaydi. Keyin biz bugun relative clause o'tdik. Kimda savollar bo'lsa, savol berishingiz mumkin. Sonra? Yana Kimda bor yana? The boy who is reading is my brother. Tamam. Klaplar sizlarga. Demek ikkinchi praktisimiz Qodirov Jasurbek. Umidim juda ham katta bu boladan. Anti. Salom mening o'quvchilarim. Hozir sizlar bilan Present Perfect hozirgi tugallangan zamonda o'tamiz. Buning yasalishi bor. Darak shakli shakli subject plus has plus verb 3 to'g'ri fe'llarga d yoki ed qo'shiladi. Bunga misol I have not finished my English homework. Men ingliz tili vazifamni tugatdim. So'roq shakli have has plus subject plus verb 3 d yoki ed. So'roq shakli have has plus subject plus verb 3 d yoki ed. Sen qachondir Londonga tashrif buyurganmisan? Inkor shakli subject plus have has plus not verb 3 ed yoki d. Unga misol visited London. Men Londonga tashrif buyurmaganman. Present perfectning keywordlari bor. Just, recently, already. Bular darak shaklida have hasdan keyin keladi. Ever bu so'roq shaklida have hasdan keyin keladi. Never esa inkor shaklida keladi. How long bilan yet so'roq shaklida keladi. How long so'roq shaklida birinchisida keladi, gapni boshida, yet esa gapni oxirida keladi. I will use ga have ishlatiladi, has ga has ishlatiladi. Bugungi darsimiz tugadi.
9.5. Rubina. Oksana. 9.5. 9.5 ham bor, ha? 10 ham bor. 95 oldim. Haydarova, Mahliyo. Good morning my pupils. Bugungi darsimiz adjective comparisons, sifat darajalari. Sifat o'zi nima? Sifat bu qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi. Sifat turlari otni ifodalab keladi. Adjective comparisons 3 turga bo'linadi va bu turlarni hozir men sizlarga birma-ketin tushuntirib o'taman. Va ikkinchisi comparative degree. Ikkinchisi esa superlative degree. Bularni tarjimalarini hozir tushuntiraman. Birinchisi positive degree bu oddiy daraja degan ma'noni anglatadi. Ikkinchisi comparative degree bu qiyosiy daraja. Oxirgisi superlative degree esa orttirma daraja. Ularning o'zlariga yarasha fishkalari va qoidalari bor. Birinchi, masalan, oddiy darajaning hech qanday qo'shimchasi yo'q va buning fishkasi esa as keladi va o'rtasiga sifatdosh qo'yiladi. Endi ikkinchisi comparative degree bu qiyosiy daraja bo'lib, qiyosiy darajaning qo'shimchasi bor. Va more qo'shimchasi va buning ham fishkalari bor. Men bu yerga fishkalarni yozib qo'yaman. As sifatdosh, yana as fishkasi esa them hisoblanadi. Them qaraganda degan ma'noni anglatadi. Superlative degree orttirma darajaning ham qo'shimchalari bor va bu darajaning qo'shimchalari hisoblanadi va buning o'ziga yarasha fishkasi bor va buning fishkasi the hisoblanadi. The artikli. Va bularni endi 3 ta darajaga bo'lib chiqamiz. Masalan, positive degree oddiy daraja bo'lsa, bu birinchi shaklimiz. Oddiy darajani yozamiz hozir. Positive hamda comparative hamda superlative va bu yerga hozir men darajalarni belgilovchi misol yozaman. Masalan, birinchisi good yoki well bo'lishi mumkin. Good better ga aylanadi. Va buning uchinchi shakli, ya'ni superlative shakli esa the best bo'ladi. Keyin bularni yana bir nechta turlari bor. Masalan, bad yomon degan ma'noni anglatadi. Bad. Keyingisi worse hamda the worst. Va bularni yana bir nechta shakllari bor. Endi qoidasini yozamiz. Qoidasi odam yoki hodisalar shaklida o'xshashlik bo'lsa ishlatiladi va buning formulasi your ticket is yana mana as kelyapti va cheap va yana as my mana sifatdosh kelyapti mana bu yerda. Mana as yoki as kelyapti va cheap. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa men xursandman.